Yomon tas urib tashlaganda. Oya baqilsa bolalar qo'rqadi. Chunki ular meni urib qo'yishganda urushganiga. Iflos, mol, nima deydi, nima bo'lading deb cho'kib Oya baqilganda men qo'rqaman. Baqirib uxla deb baqirishadi. Esim chizagan, esimizni unutsagan urib tashladi qo'llarimizga. Menga qilib urganlar. Yig'layman. O'tog'larim bilan o'ynagim kelmay qoldi. Yaxshi gapirish kerak, o'ynashlik kerak. Bog'cha opa, yaxshi bo'lish kerak. Urmaydigan. Ustozlarim urmashligini yaxshi tarbiya berishlarini xohlayman. Askaltani bekitib qo'yarlar tepaga. O'rganimda kaltani sindirib tashlashdim. Narsa otmaslik kerak. Agar qayergadir tushib qolsa, ko'karib chiqadi yoki g'urra bo'lib chiqadi. Amerika, Merilend shtatidagi Baltimor shahri. Meri Wilson ismli 8 yashar qizcha o'z onasi tomonidan har kuni ayovsiz kaltaklanardi. Jamoatchilik, hatto mahalliy politsiya mas'uli qizchani o'z onasining mushtumzo'rligidan qutqarish uchun bir necha bor urinib ko'rdi. Ammo hech kim hech qanday natijaga erisha olmadi. Nihoyat 1919-yil qizaloqqa birinchi bo'lib hayvonlarni qiynoqqa solishga qarshi kurashish jamiyati yordamga keldi va ushbu jamiyat onani sudga berdi. Aynan shu voqea sabab bola huquqlarini himoya qilish borasida ilk qadam tashlandi. Nihoyat 1959-yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining bola huquqlari deklaratsiyasi, 1989-yili esa bola huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiya qabul qilindi. Ushbu konvensiya mamlakatimizda 1992-yil 9-dekabr kuni ratifikatsiya qilindi. 2008-yil 7-yanvar mamlakatimizda bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi. Mazkur qonun bilan O'zbekistonning ertangi kelajagi, jondan aziz farzandlarimizning yashash, rivojlanish, himoyalanish, jamiyat hayotida turli tadbirlarda o'zlari bilan bog'liq qarorlarni qabul qilishda qatnashish, o'z inon ixtiyorlarini, istaklarini oshkora gapira olish huquqlari kafolatlab qo'yildi. Ammo bolalarga nisbatan zo'ravonlik jamiyatdagi jiddiy muammolardan biri sifatida hamon saqlanib qolmoqda. UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 2 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan har 10 nafar boladan 6 nafari har kuni jismoniy zo'ravonlikka uchramoqda. 1 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarning 31%gina zo'ravonliksiz tarbiyalanmoqda. Har 7 daqiqada bir bola zo'ravonlikdan vafot etmoqda. Ogoh bo'ling va unutmang, mehr va e'tibor bolaga beriladigan eng zarur quvvat, ruhiy ozuqadir. Bolaga nisbatan jismoniy va ruhiy zo'ravonlikka yo'l qo'ymaslik davlat qonunlarining qat'iy talabi. Bolaga tenglik va adolat nazari bilan qarash insoniy burch. Bolaning shaxsiy va jismoniy daxlsizligini ta'minlash, unga xavfsiz muhit yaratish tarbiyachi muallimning eng go'zal axloqidir. Zero bola bu o'zimizdek gap. Biz o'zimizga nimani sog'insak, unga ham shuni sog'inishimiz shart.